Assalomu alaykum, hurmatli Doktor Uz kanali kuzatuvchilari. Bugun yana sizlar bilan birgalikda men Tursunova Xulkarxon Rustam Hajjayevni bolalar gematologi va kardiorematologi sizlar bilan bugun immunitet va vitaminlar haqida gaplashamiz. Xo'p, efirni boshlashdan oldin sizlardan so'ramoqchi edim. O'tgan safar kommentariyalarda yozdinglar, ovozingiz yaxshi kelmayapti deb. Hozir qanaqa? Ovoz kelishi yaxshimi? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tojikistondan salom deb yozishibdi. Kommentariyalarni ko'rib xursand bo'lamiz. Bizani shunaqa uzoqdan turib, kuzatib, salomatligiga befarq bo'lmagan insonlarga va shu bilan birgalikda men aytib o'tganimdek bolalar shifokori bo'lganim uchun o'z farzandlarining salomatligiga befarq bo'lmagan ota va onalarga kattakon rahmat deyman. Ovoz zo'r deb yozishyapti. Demak, boshlayversak bo'ladi. Ozgina kuzatuvchilar ko'payishini ham kuzatamiz. Shuning uchun sizlar bizga qayta aloqaga chiqsanglar, ya'ni kommentariyalar bilan yoki layklar bilan sizlar o'zingizlarning fikrlaringizni qoldirsanglar, biz bilamizki, demak sizlar aktivsizlar va bizani yaxshi kuzatyapsizlar. Immun sistemasiga va vitaminlarga qiziqqanlar yaxshigina bugun yaxshi mavzularda gaplashamiz. Surxondaryodan ovoz yaxshi deyaptilar. Rahmat. Xo'p, bugungi mavzuni boshlaymiz. Xo'p, immunitet o'zi nima? Bizga nimaga immun tizimi doim kerak? Nimaga shifokor bo'lmagan insonlar ham farzandlari yoki o'zligi kasal bo'lib qolishganda darrov immunitetim kurashmayapti shekilli, immuniteti pasayib ketgan, shuning uchun tez kasal bo'lyapti degan gaplar yuradi insonlar orasida. Xo'p, rahmat hammalarga. Aktiv bo'lganingiz uchun mana layklar bosishyapti. Rahmat. Bundan bilamizki, demak kuzatuvchilarimiz bizani yaxshilab eshitishyapti. Xo'p, davom etamiz. Immun sistemasi bu immunitet so'zi lotincha so'zdan olingan bo'lib, ya'ni kurashish, ortiqcha narsani chiqazvorish degan ma'noda keladi. Immun tizimi bu organizmga kirgan, farqi yo'q. Virusmi, bakteriyami, grippmi va ularni toksinlarmi, ularga qarshi kurashadigan bizani organizmimizni himoya qobig'i desak bo'ladi. Immun tizimimiz nimalarga bog'liq? Ularni ham hozir tushuntirib o'taman sizlarga. Immun tizimi bizada tug'ma, ya'ni onadan tug'ilganda onadan o'tadigan rojdionni deyiladi, ya'ni tug'ma va orttirilgan bo'ladi. Tug'ma o'sha onadan tug'ilgandan keyin, ona kasal bo'lib o'tgandan keyingi qoladigan organizmda saqlab qolingan ma'lumotlar asosida tug'ilganda bolada o'sha shakllangan immunitet hisoblanadi. Va keyinchalik bizada rivojlanadigan immunitet bu har bir inson tug'ilgandan keyin har bir virus, bakteriya, gripplar bilan uchrashgandan keyingi hosil bo'lgan immunitetga nisbatan etiladi. Xo'p, bizi immun sistemasi deymiz, bu nimalarga bog'liq? Bu oddiygina bir protsess emaski, sizlarga bir og'iz bilan tushuntirib qo'yish yoki bizani immunitetimizni ko'taradigan dori yozib bering deydigan onalar ham ko'p. Meni tanigan, bilgan patsientlar bilishadiki, men immun sistemasiga hech qachon immunomodulyator preparatlar bermayman. Chunki bu immun sistema bilan shug'ullanadigan maxsus shifokorlar, immunologlar shug'ullanadi. Shuning uchun immun sistemasiga bejizga aralashish bu xato hisoblanadi. Chunki hadeb immun sistemasiga dori beraverish keyinchalik autoimmun, ya'ni o'z immun sistemasi o'zini organizmiga qarshi kurashishga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun bemorlarimga aytaman, tabiiy immunitetni rivojlanishga, ya'ni mahalliy immunitet deb aytaman. Mahalliy immunitetga nima kiradi? Hop, yana kommentariyalarga o'tamiz. Mana kommentariyalarda o'tgan safar xafa bo'lgan insonlar bo'lishdi. Menga savollarimga javob bermayapsiz. Savolimizga javob bering deganlar bo'lishdi. Shuning uchun ham men yana o'tgan safardagi tushuntirib o'taman oldin, keyin savollarga o'tamiz. Ham o'tgan safargi mavzuyimiz haqida o'zingizlarning fikringlarni yozib qoldiringlar. Qay darajada tushunarli bo'ldi? Savollaringizga shu gapirib o'tgan, tushuntirib o'tgan mavzuyim yuzasidan tushundinglarmi? Savollaringizga javob topdinglarmi yoki yana qanaqa savollar paydo bo'ldi sizlarga? Eslatib o'taman, o'tgan safar kamqonlik mavzusida gapirgan edim va keyingi safar sizlarga qaysi mavzularni yoritishimni xohlaysizlar? Mana yangi kirgan insonlarning soni ham ko'payib qoldi. Shuning uchun men yana qayta o'zimni tanishtirib o'taman. Men
Tursunova Xulkarxon Rustam Hajjayevni bolalar gematolog va kardiorevmatologi, shu jumladan pediatr hisoblanaman. Ideal Med klinikasida bosh shifokor sifatida ish yurityapman. Gulruh bilan Muzaffarbek salom deyishibdir. Assalomu alaykum. Xo'p, assalomu alaykum. 4 yoshli farzandim tez-tez shamollaydi. Shunga uy sharoitida qanday qilib immunitet ko'tarsa bo'ladi? Hozir bu savolingizga javob topasiz albatta. Ozgina kuzatuvchilarimiz ko'paysin, qiziq mavzularni o'tkazib yuborishmasin deyapman. Avvalambor yana aytib o'taman. Albatta inshaalloh bu primoy efirimizni yozib qolib saqlanib qilamiz. Bunda o'tkazib yuborgan joylaringlarni qayta ko'rish imkoniyati bo'ladi. Insult bo'lgan 2 marta davno bo'lmadi uchun tomonidan shunga davo bormi? Iltimos aytib o'ting. Tushunarli. Bu mavzuni ham orada aytib o'tamiz. Boshim juda og'riyapti, uyqusizlik bo'lyapti debdilar. Xo'p, bu savollarga ham oxirida javob berib o'taman. Hozir faqat salomlash qismi bo'lyapti. Savollaringlarni inshaalloh oxirroqda yana qayta yozinglar, chunki bu savollarni agar orada tushuntirib o'tib ketmasam, gaplarimga bog'lab o'tmasam, albatta gapim davomida sizlarga javob etib o'taman. Xo'p, kim qatdan kuzatyapti? Yozinglar. Endi gapimizni davom ettiraman. Mana hozir aytdilar, 2 yoshli farzandim ko'p shamollaydi. Xo'p, shamollash belgisi o'zi nima bilan boshlanadi? Sizlar bilan shuni bilib o'taylik. Shamollash belgisi biz bilamiz, burun oqishidan boshlanadi. Burun oqdi, ota-onalar уже vahimaga tushadi. Voy, burni oqyapti, bu demak so'yapti, tez kiyintiringlar, eshik derazani yopinglar, bolaga issiq sharoit qilinglar, oyog'iga qalinroq naski kiydiringlar. Voy, burni oqyapti deb. Endi sizlarga aytaman, burun oqishi bu organizmni mana shu immun tizimini ishga tushganini ham bildiradi. Ya'ni tashqi immunitet, mahalliy immunitet deylik. Mahalliy immunitet degani mana bizani yuqori nafas yo'llarimiz burun bo'shlig'imizdan kiryapti organizmga virusmi, bakteriyami, u allergenmi, masalan chang yoki hayvonlarning jungi nimadirlik kiryapti organizmga. Alloh shunaqa yaratganki, xuddi uyingizga begona yot insonlar kirib ketmasligi uchun darvoza qo'yiladi, to'g'rimi? Bizani ham organizmimizda shunaqa himoya darvozalarimiz bor. Birinchi bo'lib shilliq qavatlarimiz. Shilliq qavatlar qayoqda bor? Hamma joyimizda bor. Masalan, burun bo'shlig'ida, ko'z bo'shlig'ida, og'iz bo'shlig'imizda bor. Tashqaridan teri bilan himoyalanganmiz. Sidu yo'li, jinsiy yo'li, hamma yo'llarda, ichinglarda shilliq qavatlar bor. Bu bizani himoya qavatimiz deb hisoblaylik. Organizmga burun bo'shlig'i orqali kiryapti. Masalan, o'sha changmi, virusmi, bakteriyami, etga kirgandan keyin etda shilliq qavatlar va tukchalar bor. Mana bular o'sha organizmda birinchi bo'lib ishga tushadigan himoya mahalliy immun tizimimiz. Ular unga qarshi to'sib qoladi va shilliq ajratib chiqadi. Bu shilliqlar o'sha kirgan virus, bakteriyalarni ichkariga, ya'ni pastki nafas yo'llarimiz deymiz. Mana traxeyadan keyin mana traxeya, bronx, bronxiola, alveola, o'pkalarimiz. Ichkariga o'tgandan keyin qonga so'riladi va qon orqali butun organizmga tarqaydi. Biza ungacha bizani himoya qiladigan, hozir sanab o'tganimdek, yuqori nafas yo'llarida o'sha shilliq qavatlar, tuklar va undan keyin bodomcha bezlari. Shu bodomcha bezlari haqida ham gapirib o'tib keting. Farzandlaringizda bodomcha bezi kattalashibdi, 2-daraja, 3-daraja deyishgan paytda sizlar nima qilasizlar? Boshqa insonlar bilan maslahatlashishni boshlaysizlar. Mayli, u dugonanglarmi, qo'shninglarmi yoki shifokormi? Keyin sizlarga aytishadiki, "Voy, meni ham farzandim mana shunaqa burnida adenoid ishdi, 2-stepen, 3-stepen og'zini ochib uxlardi, xurillab, xurayotib uxlardi. Oldirdik, qutuldik." Yo'q, oldirdinglar, qutuldinglar emas. Oldin biza sababini topishimiz kerak. Nimaga bizani bolalarimizni yoki o'zimizni bodomcha bezlarimiz kattalashyapti? Bodomcha bezlari bizada tomog'inglarda ham bor bu. Tanzilit bo'libdi, surunkali tanzilit ekan meni bolamda deysizlar-ku. Ana erta ham o'zini darajalari bor. Asosan sizlar farzandinglarda shamollash boshlangan paytda lor shifokorlariga murojaat qilasizlar, to'g'rimi? Lor shifokorlarimizga murojaat qilganinglarda yuvib bering deysizlar. Biza как kardiorevmatolog biz aytamizki, bodomcha bezlar shishib, qizarib turgan payti tomog'ini yuvdirmanglar, mumkin emas deymiz.
Nimaga mumkin emas? Chunki bu yoqdagi bodomcha bezlari organizmga virus, bakteriya kirdimi, ular hozir aytganimdek himoya darvozasimi, ular ushlab qoldimi, unga nisbatan javob reaksiyasi bildiradi. Ya'ni qizaradi, shishadi, yallig'lanish, temperatura beradi. Bu paytda bizni panikaga tushmasligimiz kerak. Nimaga? Chunki bu paytda bizani Alloh tomonidan berilgan immun tizimimiz ishga tushdi. Ular kurashishni boshlayapti. Faqat biza to'g'ri yordam ko'rsatishimiz kerak. Ya'ni hozirgi men o'zi uy sharoitida immun sistemasini ham rivojlantirishni tushuntirib beraman. Menda davolanadigan bemorlarim bilishadi buni. Birinchi yordam, birinchi 3 kun katta rol o'ynaydi deyman. Ko'pincha onalar xato qilishadi, antibiotik qo'shishadi. Temperatura ham demak antibiotik. Boshlaymiz antibiotika deyishadi. Shu yerda yozib o'tinglar, nechta odam antibiotik bilan boshlaydi lecheniani. Kutib qolaman shu anaqani kommentariyani ham kuzataman. Yana ovozingiz past deb yozishyapti. Menimcha ba'zi insonlardagina past eshitilyapti, qolganlarda menimcha yaxshi ovoz borishi. Buni ham yozinglar. Ovoz qay darajada kelyapti. Xo'p, antibiotik berasizlar. Nimaga antibiotik mumkin emas? Organizmga birinchi bo'lib birinchi 3 kunda bu haqida ko'p gapiraman. Istoriyamda ham, videolarda ham organizmda virus o'z kuchini ko'rsatadi. Virus kirgandan keyin sizlar antibiotik berasizlar. Antibiotik berasizlarda nima qilasizlar? Temperatura tushadi. 3 kun ichida baribir bundan tashqari boshqa yordamlar qilasizlar. Immunomodulyator qilaman deb immunitet ko'tarishga bir nima siruplar berasizlar, kapsulalar berasizlar, burunga sepasizlar, protivirusli preparatlar berasizlar-da, qaysidir qilgan chora-tadbirlaringlarning fonida temperatura tushdi. Demak shu antibiotik fonida mana bolam yaxshi bo'ldi. Endi yaxshi-ku, bolam zaharlab nima qilaman deysizlar-da, 3 kunda antibiotikka to'xtatasizlar. O'zingizlar ko'ryapsizlarmi shunda? Antibiotikka to'xtatasizlar, lekin mana shu to'xtatgan paytinglar nabarot organizmda antibiotikka muhtojlik paydo bo'ladi. Chunki organizmga endi bakteriya qo'shilgan bo'ladi. Chunki sizlar antibiotik berish bilan birgalikda ichidagi mikrofloralarni kuchini pasaytirasizlar. Bu mikrofloralar bizada immun sistemamizga juda ham bog'liq. Nimaga men ko'p har bitta kasallikni oshqozon ichigi bilan bog'liq deyman? Chunki organizm shunaqa yaratilganki, har bitta narsa bir-biriga как цепочка bog'langan. Bitta narsada buzilish bo'ldimi, xuddi цепочка bitta joydan uzildimi, bo'ldi, ketdi proses. Shuning uchun ham har bitta narsani qilishdan oldin yaxshilab o'rganinglar, izlaninglar, shifokorga boringlar. Chunki ko'pincha onalar uyda lecheniya boshlaysizlar-da, boshlab bir nechta antibiotikka almashtirib, keyin bizga imkon qoldirmasdan og'ir antibiotikka o'tishga majbur bo'lgan holatinglardagina olib kelasizlar. Hozir men shu tushuntirishim davomida sizlarga tushuntiraman. Nimalar qilsanglar, inshaalloh shifokorgacha balki bormassizlar, balki shifokorga o'z vaqtida murojaat qilishni tushunib yetasizlar. Xo'p. Yaxshi, ovoz zo'r deyishibdi. Bizada yaxshi deyishibdi. Men ko'plab tabletka beraman debdilar. Assalomu alaykum. Men changda juda kuchli aksi uraman. Laratal ichib yuraman. Bu to'g'rimi? Qanaqa shifokorga ko'rinishim kerak? Rahmat debdilar. Mana sizni protsessingizni ham bog'lab o'taman, chunki hozir yuqori nafas yo'llari haqida gapiryapman. O'sha hozir sizga aytganimdek, burun bo'shlig'idagi tukchalar bor-ku, o'sha organizmga chang kirgan payt u o'zida ushlab qoladi-da changi. O'sha payt organizmda bu yot jism, ya'ni u changmi, virusmi, bakteriyami, antigen deb aytamiz, yot jismmi? Unga qarshi immun tizimimiz antitelo ishlab chiqaradi-da, immunokompleks hosil bo'ladi. Antigen, antitelo kompleks. Ana o'sha kompleks hosil bo'lgan paytda organizmda burniy reaksiya ketadi. Siz ichayotgan laratal farqi yo'q. Zadak ichasizmi, zirtekmi, diazolin, suprastin, ketotifin nima ichingizdan tashqari bu bloklaydi xolos. Bu kasallikni bartaraf etmaydi. Faqatgina organizm sezuvchanligini bloklab qo'yadi. Xo'p, immun sistemamizda davom etamiz. Immun sistemamiz nimalardan tashkil topgan? Immun sistemamizda organlar bor va kletkalar bor. Organlarga nima kiradi? Birinchi o'rinda suyak ko'magi. Likelar uchun rahmat. Yoqayotgan bo'lsa, likelar qoldiringlar. Xo'p, suyak ko'magimiz bizada immun sistemamizda qanaqa rol o'ynaydi? Immun sistemasi bizada asosan immun sistemasidagi hujayralarni, qon tarkibidagi hamma elementlarni ishlab chiqaruvchi zavod deymiz.
Keyingi organ bu timus. Timus bu bizada keyin shu timusni gapirib ketayotganda aytaman, do'mbochadan kelgan bolalar mana hamma ota-ona qiziqadi. Farzandi do'mbo bo'lishiga, voy bolamni semirtirishim kerak. Ozgina shovqin ko'payyapti qizlar. Immun tizimimizni do'mbo bolalarga qiziqishadi, aytishadi, polvon bola ekan, do'mboqqina ekan, demak immuniteti zo'r. Yo'q, timus degan organ bor. Bu bizani ko'krak qafasimizda, o'pka bilan yurakning oldingi qismida joylashgan bo'lib, bu bizada aynan immun sistemamizda immun tizimini kuchaytirishga, ularni nima desa bo'ladi? Funksiyasini yaratib berishga rol o'ynasa, timomegalik bolalarda ko'pincha uni kattalashishiga sababchi bo'ladi va kasallikni tuzalishi qiyinroq kechadi ozgina. Bunda tana harorati bilan bog'liq muammolar ham kuzatiladi. Ko'pincha bu bemorlarimizda xirillashlar kuzatiladi. Shu paytda biz UZI tekshiruv yordamida timusning funksiyasini baholaymiz. Xo'p, keyingi organimiz bu talo. Ko'pincha ko'p insonlar aytishadi, bu talo kerak emas organ ekan. Ba'zi holatda to'g'ri qon kasalligi bilan bog'liq, ya'ni immun trombositlarni kasalliklari bilan, trombositlarning tez parchalanishi bilan bog'liq bo'ladigan holatlarda biz majbur bo'lamiz 5 yoshdan keyingina taloqni olishni. Buni o'zini alohida murakkab holat, bu alohida mavzu. Bir kun balki buni ham yoritib o'tarmiz. Nimaga 5 yoshdan keyin? Chunki 5 yoshdan keyin endokrin sistema ishga tushgan bo'ladi va immun sistema ham yaxshi rivojlanadi. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, farzandlaringlar 5 yoshdan keyin kasal bo'lishi kamayadi. Keyingi a'zo bu limfalar. Limfa bizada filtr vazifasini bajaradi. Shuning uchun ko'p kasal bo'ladigan bolalarni bilasizlar, men har doim limfa tugullarini paypaslab ko'raman. Nimaga? Limfa tugullar qaysi organda ko'proq kasalliklar kechadigan bo'lsa, o'sha yerda kattalashish ko'pincha kuzatiladi. 3 yoshli o'g'limni burni oqib yo'talyapti, sal g'ijillab qolgan. Nima qilay? Hozir immun sistemasini gapirganimda shu burun oqishdan boshladim. Hozir davom ettiraman. Sizlarga savollaringizga ham shuni orasida javob berib ketaman. Sizlar kuzatib borsanglar, diqqat bilan eshitsanglar, inshaalloh hamma savollaringizga shu gapirishim davomida javob topib borasizlar. Bunda ham gapirishim davomida mana bu savolimga javob topdim deb yozsanglar, xursand bo'lamiz. Xo'p, mana burun oqishi shu tashqi anaqadan boshlaydi, immun tizimimizdan, to'g'rimi? Burun oqishi bilan hozir aytganimdek bolanglarni o'rashni boshlaysizlar. Oyog'iga qalin naski, issiq kiyim, albatta bu yaxshi. Bu yaxshi holat, sizlar farzandinglarni himoya qilyapsizlar. Eshik derazalarni yopasizlar, bolaga issiqlik, отопленияni ham balandlashtirib bering deysizlar, bolani tashqariga chiqazmaysizlar. Bo'ldi, bola shamollagan, issiq xonada o'tirish kerak. Va buni natijasida nimaga erishasizlar? Burun oqishini quyuqlashishiga yoki to'xtashiga erishasizlar-da, voy ana bo'ldi, bolamni yaxshi tomonga o'zgarishi boshladi deb o'ylaysizlar. Yo'q, bunda nabarot, sizlar bolaga noto'g'ri yordam ko'rsatayotgan bo'lasizlar. To'g'ri, bolanglarni oyog'iga issiq naskichi va issiq kiyim kiygizgan holatda nabarot, eshik derazalarni ochinglar, skvoznak hosil bo'lsin, xonadagi havo almashsin, virusning nagruzka kamayadi. Shuni o'zida sizlarga hozir men immun sistemasini tabiiy ko'tarish va shamollaganda beriladigan yordam haqida aytib o'tyapman. Shuni ham aytib o'tib ketdik, ya'ni mahalliy immun tizimini shakllantirishni aytib o'tyapman. Skvoznak qilasizlar, iloji bo'lsa bolaga qulay kiyimlar kiydirib tashqariga olib chiqishinglar ham mumkin. Suv chechish haqida video olganimda ham men bolani cho'miltirish va toza havoda aylantirish haqida video olganimda kommentariyalar ko'p bo'lgan. Yo'q, shoshma ko'payib ketadi, havoga chiqsa, cho'milganda ko'payib ketadi deb aytishasizlar. Kasallikning o'zi davri bor. O'sha davrida bir avjiga chiqadigan payti bo'ladi, ya'ni kasallikning pik davri. U sizlar cho'miltirasizlarmi, cho'miltirmaysizlarmi, toza havoga olib chiqasizlarmi, olib chiqmaysizlarmi, baribir toshma ko'payadi. Shuni inobatga olib o'tib qo'yinglar. Hop, shamollagan bolaga keyingi anaqa bu rejim. Rejiminglar nima? Hozir hamma menimcha yotoq tartibi deb yozishadi. Yotoq tartibiga qaratilgan
tashxislar bor. Unda yotoq tartibi deb aytamiz. No shamollaganda bolani o'zini holatiga qarab rejim tanlaylar deb aytaman. Bu nima degani? Ya'ni bolalar temperaturasi 39-38 bo'lyapti-yu, lekin o'ynab, kulib, yugurib, chopib yuribdi. Bu holatda sizlar tutib olib kelib, "Voy, yotsan, kasalsan" deb yotqizib qo'yishinglar shart emas. Chunki oqayotgan burun yugurganda, yurganda, tikkati holatda bo'lganida burun oqishi to'g'ri bo'ladi. Sizlar yotqizib qo'ysanglar, burunni bitishiga olib kelasizlar. Shuning uchun biz aytamiz, burni bitayotgan, oqayotgan bolalarni kechqurun saqal balandroq yostiqda yotqizinglar. Chunki burun oqishi bizda faqat tashqi tomonga emas, ichki tomondan ham oqadi. Hozir savol etdilar, burun oqdi-yu, xirillab qoldi. Xirillab qolishiga, burun oqishi bilan влажный xrip, ya'ni balg'amli yo'tal paydo bo'lishiga ham sabab bizning anatomik tuzilishimiz. Bir minut. Anatomik tuzilishimiz bunda burun bo'shlig'idan oqishdan tashqari orqadan ham oqib o'tadi. Ko'pincha oldimga kelishadi, temperaturasi yo'q, boshqa klinik belgilari yo'q, lekin влажный xrip bo'lyapti, ya'ni nam yo'talli xirillashlar eshitilyapti. Bunga sabab nima? Bunga sabab o'sha burun bo'shlig'idan emas, bu yoqda atyoqlar bo'lganligi sababli, ya'ni shishlar, burun bo'shlig'ida shishlar, shilliq qavatlarning shishi kuzatilgani sababli burunni orqa bo'shlig'idan oqishi hisoblanadi. Shuning uchun ham bola tikkati holatda yurganda u tekis oqadi, bola yotganida tomog'iga yopishishi hisobiga bolada nam yo'talli kuzatiladi. Xo'p, o'sha xonani isitib, sizlar burnini to'xtatishga erishdinglar. Bu nimaga olib keladi? Bizning shilliq qavatlarimizda qatqaloqlar paydo bo'lishiga. Ya'ni kakashga yig'ibdi burni deb qo'yasizlar-yu, ana o'sha paytda o'sha shilliq qavatidagi shilliq qavatlarimizning qurishi va qatqaloqlarni hosil bo'lishi, rahmat kattakon, hosil bo'lishiga sababchi bo'lasizlar. Bu esa bizning mahalliy immunitetimizni pasayishiga, ya'ni organizmni kurashishini pasaytirishga erishasizlar. Keyingi sababimiz o'sha burun bo'shliqlaridan orqaga oqib o'tayotganligini aytdim. Yotoq rejimi. Yotoq rejimi emas, o'sha bolalar aktiv o'ynab yuribdi. Birinchi, ikkinchi kuni aktiv o'ynab yurdi. Tana harorati 39 dan 38 ga, 37 ga tushdi. To'g'rimi? Siz antibiotik bermadinglar. Shuni o'zida ba'zi choralarni ko'rdinglar. Endi choralarni hozir gaplashib o'tamiz. Choralarni qildinglar va bolaning tana harorati tushishga o'tdi. Bu nimani bildiradi? Bunda bakteriya organizmga qo'shilmadi, bolangiz tuzalish davriga o'tganini bildiradi. Lekin bolalar birinchi, ikkinchi kuni tana harorati 37 edi-yu, 3-4 kunga borib tana harorati ko'tarildimi? Bu nimani bildiradi? Bu ikkilamchi infeksiya, ya'ni bakteriyalar qo'shilganini bildiradi. Mana bu holatda sizlar albatta shifokorga murojaat qilishingiz shartligini bildiradi. Chunki organizmga kirgan virus, bakteriyalar sizlar aytishingiz mumkin, biz qanaqa farqlay olamiz? Farqlash mana shu bolaning holatini o'zgarishi, ya'ni aktiv holatdan bola passiv holatga, yotoqchilashga, ovqat yemaslikka, injuvlikka, даже suv ichmay qo'yishga o'tdi. Sizlar ogoh bo'lishingiz kerak. Demak, sizlar shifokor yordamiga muhtojsizlar. Hozir aytganimdek, bolalar birinchi, ikkinchi kuni tana harorati 39-38 bo'ldi-yu, 3-kundan boshlab tana harorati tushishi boshladimi? Demak, sizlar to'g'ri yordam ko'rsatyapsizlar va bunda sizlarga antibakterial preparatlar shart emas. 5-6 kunga borib holati bolani yana yaxshilanadi va inshaalloh bola tuzalish etapiga o'tadi. Xo'p, endi burnini oqishini hozir aytdim, qotib qolishi bizga yaxshi holat emas. Qaytangi oqib turishi kerak. Uni rangi o'zgaryapti, sarg'ish bo'lyapti, yashillik tusga kiryapti deyishinglar mumkin. Bu holatlarda nima qilamiz? Bu holatda o'sha immun sistemamiz kurashganligi sababli hujayralarning o'lishi, ya'ni o'sha virus, bakteriyalarning o'lib, organizm uni chiqazayotganini bildiradi. Shu jumladan o'sha limfalarning kattalashishi ham kuzatilishi mumkin. Bu organizmni kuchli kurashayotganini bildiradi. Demak, sizlarning immun tiziminglar kurashmayapti degani emas. Kurashyapti. Shu tana haroratini paydo bo'lishi ham bu sizlarni immun tiziminglarni kurashayotgan biladi. Oldin esinglarda bo'lsa, bu dodalarimiz bizga hech ham tana haroratimiz ko'tarilganda darrov preparatlar berishmas edi. Voy, organizming kurashyapti deb kompot olib chiqishardi.
podvaldan bizani kompot bilan tinmay ichirishardi. Hozir onalar nima qilishadi? Bizga murojaat qilishganda biz aytamiz, oyisi, erinmang, o'tiring, bolani tinimsiz suyuqli ichiring. Hatto shifoxona sharoitida bo'lsa ham ko'pincha menga uchrab qolgan onalarga men aytaman, sizlar uy ishlaridan ozod qilinib shifoxonaga yotqizilgansizlar. Bu nima uchun? Uy ishlaridan ozod qilinib faqat farzandinglar bilan shug'ullanishingiz uchun. Endi o'tirasiz, tinimsiz suyuqlik ichirasiz. Aytadi, "Voy, men shifoxonada nimaga yotdimman? Kapelnitsa ukollar olmasam" deyshadi. Bu bola uchun birinchi o'rinda stress bilasizlar, immun tizimini yana pasayishiga olib keladi o'z-o'zidan. Bola kapelnitsa bo'lgunicha yig'laydi. Shuning uchun biz na kilogramm vesga hisoblaymiz har bir preparatni. Har 10 kiloga biz millilitrda hisoblab, masalan 10 kilo bolaga 100 millilitrgina suv quyadigan bo'lsak kapelnitsa, sizlar uni qanchada ichirib qo'yishingiz mumkin? Sizlar kun davomida 500 millilitrgacha ichirishingiz mumkin, ho'platib. Biz kapelnitsani sutkaga 100 millilitrdan ortiq ishlata olmaymiz. Ham bolaga atiga 100 millilitrgina quyiladi, bolaga bir dunyo stress, shifokordan qo'rqish, shifoxonadan qo'rqish, aytganinglardek yoshligidagi travmaga olib kelasizlar. Xo'p, keyingi rejimimiz bu suv ichirish. Hozirgi aytganimdek, suv ichirishga nimalar kiradi? Xohlagan suyuqliginglar. Endi napitka искусственный soklardan tashqari o'sha o'zingizlar uyda yopgan kompot, agar farzandinglar qaysidir qizil mevalarga yoki shaftoli, har xil mevadan yopamiz, o'sha mevalarga nisbatan allergik holati rivojlanmagan bo'lsa, agar allergik holati rivojlangan bo'lsa, oddiy iliq qaynagan suv ichirishingiz mumkin. Ba'zi bolalar ichadi, yaxshi ichadi. Ba'zi bolalar ichadi, umuman kasal paytida ichishi xohlamaydi. Mana bu ichishi xohlamagan payti ham sizlarga trevoga hosil qilishi kerak. Ichmayaptimi? Men aytaman, tomchilatib ichiring. Tomchilatib ichirsangiz, keyin birpas turib уже bolanglarda ichish xohishi paydo bo'ladi. Nimaga? Siz organizmdagi qurish prosesini, suvsizlanish prosesini bartaraf qilgan bo'lasiz va organizm o'zi уже suv talab qilishni boshlaydi. Shu paytda sizlar diqqatli bo'linglar, kasallik boshlangan paytida sizlar suv berayotgan paytinglar har 3-4 soatda agar bolada peshob ajralsa, demak sizlarning organizmingiz intoksikatsiyani yuvish uchun kurashyapti. Ya'ni sizlar yetarli miqdorda intoksikatsiyani ketkazish uchun suyuqlik beryapsizlar. Agar bolada bu holat kuzatilmasa, sizlar mana shu holatda внутривенный inyeksiyaga muhtoj bo'lasizlar va shifokor nazoratida kapelnitsa olishingiz kerak bo'ladi. Boshqa payt men kapelnitsa bilan farzandimga yordam beraman degan fikrni miyanglardan olib tashlaylar. Bu jihatdan sizlarga yordam bo'ldimi? Sizlarda ham shu kapelnitsa olsa yaxshi bo'lib qoladi degan fikr bormidi? Buni ham yozib o'tinglar. Xo'p, endi keyingisi rejimimizda ovqatlantirish. Ovqatlantirishda bizada mana shu Covid bo'lgandan keyin hammani miyasida hosil bo'ldi. Kasal bo'ldimi, baqvat ovqat yeyish kerak degan fikr uyg'ondi. Bir jihatdan to'g'ri, bu organizmni bizi virus, bakteriyalar bilan kurashayotganimizda juda ham ko'p miqdorda katta miqdorda organizmimizda energiya talab qilinadi. Bu energiya qayerdan olinadi? Albatta biz iste'mol qilayotgan mahsulotlardan. Shu mahsulotlarning tarkibidagi mahsulotlar bizning organizmimizda energiya bilan xuddi yondiramiz, nimadir pishirish uchun yoki mashina haydash uchun u yerda ham o'zini anaqasi bor, yonadi. Ya'ni energiya kerak bo'ladi. Buni o'sha mahsulotlardan olamiz. Lekin buni majburiy zo'rlab ovqatlantirish emas, talabga ko'ra. Bola xohlayaptimi? Beringlar. Xohlamayaptimi? Zo'rlamanglar. Ishtahasi ochilishini kutinglar. Ya'ni tana harorati tushib, o'sha aytganimdek intoksikatsiyalar yuvilib ketsa, bola o'zi sekin sizdan so'raydi. Yeyishga bu narsa bormi yoki qonim ochdi desa, ana u payt berishni boshlanglar. O'sha biz sizlarga lecheniya yozib berishimiz mumkin yoki mana shu to'g'ri rejimni o'rgatdik-ku, shu to'g'ri rejimni qo'llagan paytinglarda bolani holati yaxshilandimi, ishtahasi ochildimi, yemagan 2 kunlik, 3 kunlik ovqatini o'rnini to'ldirishga harakat qilmanglar. Bu yana ikkilamchi infeksiyani, ya'ni organizmda ko'p miqdorda ovqat berdinglar, bolada o'zi itak energiya yo'q, u ovqatni hazm qilishga organizm yana bizga oshqozon osti bezi yetarli miqdorda ferment ajratib bera olmaydi, chunki necha kundan beri o'rganib
qolgan ovqat yemasligi birdaniga ko'p miqdorda ferment sizlarga ajratib bera olmaydida, organizmda endi hazm qila olmaslik boshlanadi va bolalarda ikkilamchi infeksiya rivojlanib ich ketishga sababchi bo'lasizlar. Shuning uchun men onalarga aytaman, oyijonisi iltimos faqat ishtahasi ochilganda bo'ktirib qo'ymang deb aytaman. Buni onalar bilishadi. O'sha sizlarni bo'ktirib qo'yishinglar, oshqozon osti bezidan yetarli miqdorda ferment ajralmasligi sizlarda yana nimaga olib keladi? Kasallikni kuchayishiga olib keladi. Xo'p. Keyingi dori-darmonlar. Dori-darmonlarga qachon o'tishimiz kerak deyishinglar mumkin. Men darrov dori-darmonga o'tmaymiz deyman. Mana hozirga sanab o'tdim. O'sha yana bitta yangi kirganlar bor. Yangi kirganlar uchun yana qaytarib o'taman. Birinchi o'rinda bolani kiyimi rejimini boshlayapmizda, kiyintirish, issiq kiyintiramiz, lekin toza havoga olib chiqamiz. Xona harorati dunyo talabi bo'yicha 18-20 gradusdan oshmasligi kerak. Agar sizlar 25-30 darajalarga chiqib qolgan bo'lsanglar, uni darrov tushirtiringlar deraza eshiklarni ochgan holatda yoki otopleniyani pasaytirgan holatda. Nimaga? Bu paytda o'sha shilliq qavatlarimizni qurishini, himoya shilliq qavatlarimizni sanab o'tdim. Xo'p, shu shilliq qavatlarimizni qurib qolmasligi uchun biz haroratni pasaytiramiz, eshik derazalarni ochamiz. Yotoq rejimi emas, bolani holatiga qarab yoki aktiv yoki holi bo'lmasa yotoq tartibi. Sog' bo'ling. Xo'p, tartibda gaplashdik, suv bilan bolani ichirishi gaplashdik, ovqatlarini gaplashdik. Endi shu o'rinda mana xo'p, Herbalife nima deb o'ylaysiz? Herbalife mana hozir bu Doktor Uz kanalini bosh homiysi Numa. Chunki bu kanal, Doktor Uz kanali sizlarga juda ham katta imkoniyatlarni beryapti. Ya'ni ularning maqsadlari to'g'ri va yaxshi. Shuning uchun ham meni efirga chaqirishganda rozi bo'ldim. Bu yerda bepul konsultatsiya, mana har gal shifokorlar, har xil mutaxassislar chiqyapti. Sizlarning talab, qiziqishinglarga qarab va sizlarga tekin ma'lumotlar berishyapti. Bu tekin ma'lumotlarni hozir yana qo'shimcha raqamlar yozib qoldiramiz. Bu anaqaga 71lik kodi bilan 203 22 23 raqamlariga murojaat qilgan holatda bu yerda mendan boshqa shifokorlar именно batlar bilan shug'ullanadigan, ya'ni bat degani nima degani? Biologik aktiv dabavkalar. Ya'ni sizlar qabul qilayotgan oziq-ovqatlarning tarkibida yetishmayotgan mahsulotlarni o'rnini to'ldiruvchi. Hozir ko'p onalar bu sohada o'qimagan bo'lsa-lar ham, nutritsiolog bo'lishmasa ham, farmatsevt bo'lishmasa ham, men o'zim ko'p ko'raman, ayniqsa Instagramda batlar bilan shug'ullanishyapti. Iltimos, bu batlar bilan shug'ullanayotganda to'g'ri, bular dori emas, doridagi effekt bermaydi, lekin shu o'rinda ularni nojo'ya ta'siri ham bo'lishi mumkin va qarshi ko'rsatmalar ham bo'lishi mumkin. Mana shu borada mana men raqamlarga telefon qilib ma'lumotlar olishingiz mumkin. Xo'p, nimaga qarshi ko'rsatmalar bo'lishi mumkin? Masalan, organizmda yetarli miqdorda vitamin D bor, lekin sizlar yana vitamin D qabul qilyapsizlar. Ishoninglar, vitamin D ni yetishmovchiligidan ko'ra uni toksik dozasi yomon oqibatlarga olib keladi. Shuning uchun ham har bitta preparatda u bat bo'ladimi yoki aptechniy dori bo'ladimi, shifokor maslahati asosida qabul qilishinglarni so'rayman. Chunki bizga murojaat qilsanglar, bilasizlar, biz laboratoriya so'raymiz. Onalarga qaysi biri qulay? Instagram orqali maslahatlarga asoslanib biologik aktiv dabavkalar sotib olish. Uzr, mana bizda ham hozir nimaga menda yo'tal bo'ldi. Meni ham shilliq qavatim qurib qolganligi sababli tomog'imda quruq qichish paydo bo'ldi. Xo'p, davom ettiramiz. Immun sistemamizga bundan tashqari qaysi elementlar rol o'ynaydi? Vitamin C, sink va vitamin D. Sizlardan uzr so'rayman. Menga murojaat qilgan bemorlarim ko'p so'rashadi, Qulgar-opa, batlarga fikringiz qanaqa deb. Batlarga meni qarshiligim yo'q. Bu hozir aytib o'tganimdek biologik aktiv qo'shimchalar, ya'ni o'sha oziq-ovqatlarimizni tarkibida yetishmayotgan mahsulotlarni o'rnini to'ldirish hisoblanadi.
Shuning uchun ham bunga qarshiligim yo'q, faqat klinik belgilari bor, asoslangan yoki laborator ko'rsatkich bilan asoslangan holatdagina ichishinglarni tavsiya qilaman. Mana yonimda turgan ekan, Numa kompaniyasini vitamin D'lari bu 5000 единица, ya'ni bu kattalarga, bolalarga emas. Bolalarga o'zi klinik belgilardan kelib chiqqan holatda dozalar belgilanadi. Men doim aytaman, vitamin D3 yonida K2 borini ichinglar. Nimagaki, vitamin D ni vazifasi organizmda kalsiyni bog'lagani kabi, agar qonda yetarli miqdorda kalsiy bo'lsa, u o'ziga bog'lab turib kerakli joyga olib borib beradi. Agar qonda yetarli miqdorda bo'lmasa, u suyaklardan tortishni boshlaydi. Shuning uchun ham laborator tekshiruvlar asosida qabul qilishinglarni so'rayman. Bu preparat haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, bu raqamlarga murojaat qilishinglar mumkin. Bularni ba'zi preparatlarni men o'zim yaqinda kitoblarini oldim va o'qib chiqyapman. O'zimga, oilamga kerakli preparatlarni qo'llab ko'rsam, albatta sizlarga ham aytaman natijalarini. Xo'p, organizmda o'sha vitamin C, vitamin D va sink roli katta bo'lgani kabi, o'sha ichki mikrofloralarini ham roli katta. Ya'ni o'sha organizm mikrofloralarini yetishmovchiligi, o'zgarishi organizmda autoimmun proseslarni ham rivojlanishiga, ya'ni autoimmun kasalliklar juda ko'p, bilasizlar. Bu holatda o'zimizning immun tizimimizga o'zimizning organizmni yod deb bilib, o'zini organizmiga qarshi kurashishni boshlaydi. Xo'p, bizda o'z savollarga vaqt kam qolyapti. Nima deb o'ylaysizlar? Gapirishda davom etaymi yoki savollaringizga javob beraymi? Shu o'rinda yana bemorlarimga ko'p aytadigan narsam bu o'sha dieta vaqti deyshadi. Dieta vaqtida shirinliklarning roli, kasallikda shirinlikning roli. Shirinliklar nima qiladi organizmda? Muchnoy produktlar bilan shirinliklar bizada organizmda shilliq hosil bo'lishini, yopishqoq shilliq hosil bo'lishini, ichi qotishini va ichinglarda дрожжевой griboklarni ko'payishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun ba'zi bolalar, hamma bolalar emas, ba'zi bolalar, menimcha shunaqa ota-onalar ham bor, yozinglar kommentariyada. Shirinlik bolalari yesa kasal bo'lib qolaveradi. Bularda o'sha ichki immuniteti past, o'sha ichida дрожжевой griboklarni ko'payishiga sababchi bo'ladi va bu o'z-o'zidan nafas yo'llarini yallig'lanishga sababchi bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari o'sha ichinglarda joylashgan parazitlar. Parazitlar ham har xil bo'ladi. Uni ham faqatgina analizda topshirgan holatda turini, unga qarshi lecheniyani biz belgilaymiz sizlarga. Yaqinda bitta juda ham muhokamaga sazovor bo'lgan video chiqdi. Unda gijjani toklar yordamida tushirish degan. Bunda aptechniy preparatlarni nojo'ya ta'siri haqida muhokama ketdi va shu paytda tabiiyni ham so'rashdi. Tabiiy bir nechta usullar ham bor. Albatta o'sha biz sevgan qovoq urug'larini ham har xili bor. Bilasizlar, hozir Xitoyga ham kirib kelyapti. Men o'zimizni dalada o'sgan qovoq urug'larini tabiiy deb hisoblayman va buni bir nechta chet el blogerlari yoritib chiqishdi, qaysi biri tabiiyligini, qaysi yo'l bilan, ya'ni ivitib qo'yib ildiz ochish yo'li bilan. Xitoydan kirib kelgan o'sha biz chiroyli yeyotgan yam-yashil urug'larimizda hech qanaqa aktivlik kuzatilmadi, ularda ildiz otmadi. O'zimizning tabiiy urug'larimizda ildizlar otganini ko'rdik. Shu jumladan shu Numa kompaniyasini Reki antiparazitar preparatlarini ham menga tavsiya qilishdi. Farzandlaringizga berib ko'ring, natijasi yaxshi deb. Shuning uchun ham sizlarga ham buni tavsiya qilib ko'raman. Men bir raqamlar orqali buni qanchadan qanaqa ichiladi, nech pul, hammasini bilishinglar mumkin. O'zim endi ichirib ko'raman farzandlarimga va keyingi uchrashuvlarimizda sizlarga inshaalloh natijasini aytaman. Bundan tashqari mana bolalarga kalsiy preparatlari ham bor ekan. Tarkibida faqatgina kalsiy emas, uni so'rilishini yaxshilovchi boshqa elementlar ham bor ekan. Bu juda ham yaxshi, chunki faqat vitamin D ni o'zigina aktiv ishlamaydi. Hamma bad preparatlarini tarkibi, dozasini orqasida o'qib, tanishib,
ichinglar va bir kunlik sutkadagi normativi, ya'ni organizm qabul qiladiganlarini ham bilib, o'qib, asoslangan holatda mana mutaxassislar, tekin mutaxassislar, bepul konsultatsiya deyilyapti. Foydalanib olinglar, chunki sizlar tabiiy narsalarni ko'p so'raysizlar. Xo'p, bundan tashqari immun tizimini o'sha tabiiy ko'tariladigan mana vitamin C. Vitamin C nimada bor? Ko'plar limonda ko'p deyishadi. Yo'q. Mana oldingi holatlarimizdan ko'p gapiraman. Oldingi paytda salqin tushdi, karamni to'g'rab, qizil sabzi, o'sha achchiq murchlar aralashtirib, karomli salatlar qilishardi, to'g'rimi? Mana shu vitaminga eng boy mahsulot kvashenniy kapusta deymiz-ku. Mana shu kvashenniy kapustada juda ham ko'p. Ham kletchatka bor, ham vitamin C bor va boshqa elementlar bor. Lekin eng ko'p vitamin C saqlovchi narsa bu limon, shipovnik emas, aynan shu kvashenniy kapusta hisoblanadi. Uje mana salqin havolar tushdi, tayyorlashni boshlanglar va oilangizda farzandlaringiz bilan yeyishinglarni tavsiya qilaman. Vitamin D ni ham oziq-ovqat mahsulotlaridan olishimiz mumkinmi deyishinglar mumkin. Albatta olish mumkin, lekin yetarli miqdorda ola olmaymiz. Ham vitamin D hamma baluni tarkibida ham bo'lmaydi. Asosan lososda ko'p hisoblanadi. Shu jihatdan lososda sink ham ko'p. Sink bizada o'sha immun sistemasida juda ham rol o'ynaydi va bu sinkni organizmda biz sinkka boy mahsulotlar yeyishimiz mumkin. Mana ko'katlar, salat barglar, ularni iste'mol qilgan paytimizda biz o'zbek xalqi nimani yaxshi ko'ramiz? Nonni yaxshi ko'ramiz. Nonni tarkibida o'sha muchnoy produktlarni kamaytiringlar deyman. Ko'pincha onalarimizga muchnoy produktlar tarkibidagi uglevodlar, fitinlar buni so'rilishiga qarshi bo'lib qoladi. Shuning uchun ham muchnoy produktlarga o'ch bo'lmanglar. Xo'p. Assalomu alaykum opa. Men 4 yoshli qizni sochi rosa to'kilyapti. Nima tavsiya qilasiz? Xo'p, bu soch to'kilishi masalasida o'tgan safar kamqonlik mavzusini yoritganimda ham gapirib o'tganman. O'sha primoy efirimizdan ham ko'rishingizni tavsiya qilaman va yangi qo'shilgan oradagi insonlarga men o'zimni tanishtirib o'taman. Men Tursunova Xulkarxon Rustam Hajjayevni bolalar gematolog va kardiorevmatologi, shu jihatdan pediatr, Ideal Med klinikasi bosh shifokoriman. Уже 15 yildan uzoq muddatdan beri bir necha shifoxonalarda, davlat shifoxonalarida ko'plab minglab bolalarni salomatligiga hissa qo'shganman va hozirda dekretdaman. Inshaalloh yaqinda yana davlat shifoxonasiga qaytaman. Ovozingiz kelmayapti deb yozibdilar. Boshqalargacha eshitilyaptimi? Atidan sizlarga yaxshi eshitilishi uchun juda ham ko'p baland gapirganimdan tomog'im qurib qolyapti. Soch to'kilish mavzusini davom ettiraman. O'sha soch ildiziga yetarli miqdorda qon yetib bormasligi, teri kasalliklari, bundan tashqari endokrin kasalliklari ham rol o'ynaydi. Farzandingizni yaxshi pediatrga olib borishingizni tavsiya qilaman. Mani savolimga javob bering debsiz. Nima savol berdingiz? Bizda lenta aylanib ketadi. Olivka masla, zaytun yog'i ikkisi bir narsami? Yoki boshqami deb yozibdilar. Olivka bilan zaytun bitta narsa. Xo'p. Savollaringiz bo'lsa, mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishinglar mumkin yokida efirdan keyin albatta kommentariyada mani raqamim, men bilan bog'lanishingiz mumkin bo'lgan raqam yokida YouTube'da Tursunova Xulkarxon YouTube kanalini ochib etdan yozishingiz mumkin yoki Instagramda Dr. Rustam Hajjayevni deb qidirsanglar men bilan bog'lanishingiz mumkin. Albatta Dr. Rustam Hajjayevni deb Telegramda ham bog'lanishingiz mumkin. Chunki bizada 1 soat efirda ham kasallikni tushuntirib, ham sizlarga ma'lumot berib, bir vaqtda o'zida savollarni hammasiga javob berib ulgurmayman. Shuning uchun xafa bo'lmanglar. Ko'zim tushganini o'qib sizlarga javob beraman. Agar savollaringiz qolib ketsa, hozir etib o'tgan kanallarimga o'tib, savollaringizni yozib qoldirishingiz mumkin yoki o'sha telefon raqamlariga bog'lanib konsultatsiya olishingiz mumkin. Mana shu paytda o'zida bepul konsultatsiyadan foydalanib shifokorlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Hamma savollaringizga inshaalloh javob topasizlar. Hech kim bee'tibor qolib ketmaydi. Opa,
yosh bolalarni bo'yi o'sishi uchun qanday vitaminlar tavsiya qilasiz? Xo'p, bo'y o'sish mavzusi bu juda ham katta mavzu. Birinchi o'rinda gen, endokrin sistema, oshqozon ichi sistemasi. Mana yaxshi endokrinologga murojaat qilsanglar, ayniqsa preventiv endokrinologga murojaat qilsanglar, ular har doim sizlarga aytadi, oshqozon ichigini yaxshilang va ovqat rejimini yaxshilang. Bunda kimyoviy mahsulotlarni olib tashlagan holatda oqsil preparatlari boy bo'lishi kerak. Oqsil preparatlari bizada energiya vazifasini bajaradi. Har bitta narsada bizada oqsillar roli juda ham katta rol o'ynaydi. Va oqsil so'rilishi uchun oshqozon osti bezi emas, o't qopini faoliyati katta. Chunki o't kislotasi ajralsa, yog'da eruvchi vitaminlar yaxshi so'riladi. Yog'da eruvchi vitaminlarga A, E, D, K vitamini, shu jumladan omega 3 va aminokislotalar hisoblanadi. Shuning uchun hamma narsa oshqozon ichiga bog'liq deb aytaman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamang, revmatizm bor menda. Butunlay yaxshi bo'lib ketadimi? Nima maslahat berasiz? Javob uchun oldindan rahmat. Xo'p, revmatizm bu autoimmun kasallik hisoblanib, bunda revmatizmni agar sizga to'g'ri qo'yilgan bo'lsa, faqatgina yashash tarzingizni yaxshilash mumkin. Kasallik butunlay tuzalib ketmaydi, lekin uni avj olishini to'xtatish mumkin xolos. Lekin lecheniya olishdan hech ham to'xtamang. Bu sizni salomatligingizni, ya'ni yoshimiz katta bo'lgani sari bu suyak sistemamiz, bo'g'im tizimimiz hammasi bizga xizmat qilishi kerak. Shuning uchun lecheniyadan to'xtamang. Chunki bilasiz, uni bir nechta asoratlari bor. Buni asosan negizida streptokok bakteriyasi yotadi. Xo'p, assalomu alaykum. Yaxshimisiz opa? Men 3,5 yoshli qizimni boshi terlayapti. Nima maslahat berasiz? Terlash har doim vitamin D ni defitsiti yoki kasallik holati hisoblanmaydi. Yana o'shani aytaman, xona harorati va bolani kiyintirishingizga e'tibor qaratinglar. Chunki kichkina yoshdagi bolalarni biz nima qilamiz? Harakat qilamiz, sovib qolmasligi uchun issiq kiyintirishga. Shunga e'tibor qarating. Uy harorati, bolani kiyimi. Agar bular joyida bo'ladigan bo'lsa, unda pediatr shifokorga murojaat qiling. Bu bir nechta kasalliklarning klinik belgisi bo'lishi mumkin. Xo'p. Bolalarda immunitet ko'tarishga maslahat bering. Maslahatlarni leksiya boshidan boshlab gapirib keldim, ya'ni tabiiy usul bilan, tabiiy usul yordamida kasal bo'ldimi farzandinglar harakat qilmanglar, что bu kasal uni dorilar bilan tuzatishim kerak degan fikrni olib tashlanglar. Sizlar atrof muhitga qaranglar. Xonani harorati qanaqa? Hozir aytganimdek 22 gradusdan oshib ketmasin. Bu o'sha hozir aytganimdek shilliq qavatlarni qurishiga sababchi bo'ladi va o'z-o'zidan bizning organizm ishga tushadi, uni namlashga harakat. Shuni hisobiga ham burni oqayotgan bo'lishi mumkin. Bu har doim ham kasallik emas. Xo'p. Revmatoid artrit kasalini davolash uchun nimalar maslahat berasiz? Oldindan rahmat javob uchun. Xo'p, revmatoidni artrit bu bir og'iz maslahat bilan yechiladigan masala emas. Sizga yaxshi revmatolog topib, chunki ko'pincha oyog'im og'riyapti, qo'lim og'riyapti, demak menda revmatizm bor degan fikr bor bizning xalqimizda. Bu noto'g'ri fikr. Albatta mutaxassisga murojaat qiling. Revmatoidni artritda kasallikni butunlay oxirigacha davolay olmaymiz, lekin uni asoratlarni oldini olib, yashash tarzini yaxshilaymiz. Kasallikni avj olishini to'xtatamiz. Kasallik tinimsiz avj olib ketadi. Assalomu alaykum. 14 yoshli o'g'lim ko'p uyquchan bo'lishi nimadan? Uyquchanligi oddiy temir yetishmovchiligi ham sababchi bo'ladi va shu jumladan oddiy suyuqlikni yetarli miqdorda qabul qilmasligi ham sababchi bo'ladi. Assalomu alaykum. Mani opam qorni shishib ketgan. Nima boring qoriqdan o'tsa sariq suv yig'ilgan. Hamma organga daja yurakda yotib boribdi. Bu nimadan bo'lishi mumkin? Rahmat. Xo'p, bu masala menimcha buyrak jigar yetishmovchiligi holatlarida kuzatiladi. Bu chuqur mavzu. Bunda sizlar menimcha o'zi bir nechta shifokorda davolanayotgan bo'lsanglar kerak. Hop. Oshqozonda yallig'lanishga nima maslahat berasiz? Yo'q bo'lib ketadigan kasallikmi? Javob uchun rahmat. Albatta oshqozon ichi yallig'lanishi bu tuzatsa bo'ladigan kasallik, ya'ni shilliq qavatlarda
darajasi bor, yallig'lanishni ham darajasi bor. Oddiy gastritmi u, eroziyami yoki yazvami, o'shanga qarab lecheniya tanlanadi. Bunda ham to'g'ri ovqatlanish juda ham muhim rol o'ynaydi va o'sha shilliq qavatlarimizni tiklanish qobiliyati bo'lgani uchun alhamdulillah albatta tuzalib ketasiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Mastopatiya davolab tursa butunlay yaxshi bo'lib ketadimi? Oldindan rahmat. Mastopatiya bilan men bolalar shifokoriman. Shuni inobatga olgan holatda sizni o'z mutaxassisga murojaat qilishingizni so'rab qolaman. Bu bilan onkolog, mammologlar shug'ullanadi. Hop. Mana hozir bitta gapda siz umuman yaxshi javob bermayapsiz, juda ham ko'p gapirar ekansiz debdilar. Abdulaziz degan inson. Shularga qaratib aytamanki, mana shu siz men gapirayotgan narsalarim aynan immunitetni tabiiy, ya'ni mahalliy immunitetni rivojlanishda asosiy rol o'ynaydigan narsalarni siz bee'tibor qoldiryapsiz va buni ortiqcha narsa deb hisoblayapsiz. Mana sizdagi fikr yuritadigan insonlar albatta farzandini doriga o'tkazib qo'yadi. Xo'p, assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Men 1,5 yosh farzandimni ichi ko'p qotadi. Qanday dori bersa bo'ladi? Javob uchun rahmat. 1,5 yoshli farzandingiz ichi qotishini biz kaprologik tekshiramiz, ya'ni 44 ta ko'rsatkichi bor, kal tahlili bor. Bunda 1,5 yoshga yo zond yuttirib yoki kolonoskopiya qilib zond orqali kirib baholamaymiz. Oldin oddiy o'sha ichidan ajraladigan ajralmani tekshiramiz. Mana shu ajralmani tekshirganimizda oshqozon ichini qaysi qismida nima yetishmayotganligiga qarab biz bolani holatini baholaymiz, shu asosida davo lecheniyasini qilamiz. Assalomu alaykum. 9 yoshli qizimni oyog'i ertalab turganda og'rib turadi. Ozgina vaqtdan keyin og'rig'i yo'qolib qoladi. Bu nimada? Revmatizmga topshirganmiz, lekin deyarli muammo chiqmagan. Xo'p, oyijonisi, ertalabki og'riqlardan biz qo'rqamiz. Bu juda ham qiziq savol bo'ldi. Ertalabki og'riqlar utrенний skolnost deymiz, ya'ni ertalab og'riq bilan uyg'onib, yarim soatdan 1 soatgacha og'riq kuzatiladigan bo'lsa, bu revmatoidniy artritga biz podozrение qilamiz. Va siz aytyapsiz, remoprobaga topshirdik. Remoprobani o'zi hal qilib bermaydi masalani. Chunki revmatoidniy artritda seronegativ va seropozitiv turi bor. Bu nima degani? Seronegativ degani klinik belgi bor, lekin laboratoriya tasdiqlamayapti. Seropozitiv turi bu organizmda klinik belgi ham bor va laboratoriyada ham tasdiqlayapti. Mana bu holatlarda biz aniq diagnoz qo'ya olamiz. Rahmat singlim, tez chiqib turing debdilar. Rahmat kattakon shunaqa tushuntirishlarga va biza berayotgan ma'lumotlarga chin qalbdan yondashayotgan ko'ngli pok insonlarga rahmat. Mana oshqozonda yara bor edi, keyin og'rimay yo'q bo'lib ketdi. Hozir homiladorman. Yana kuchli og'riq turyapti. Paydo bo'lgan bo'lishi mumkinmi? Xo'p, agar kislotali muhiti oshgan bo'lsa, siz homilador bo'lsangiz, homiladorlikning nechinchi haftasi va qaysi davrdasiz? Shunga qarab gastroenterolog shifokorlar zond yuta olmasangiz ham vaqtinchalik klinik belgilarga asoslangan holatda preparatlar tavsiya qilinadi. Chunki oshqozon yara kasalligida Helicobacter pylori qo'zg'atadi va bu bakteriya sizda yana paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Bizada vaqt chegaralangan, bilasizlar, 1 soatga, mana 1 soatdan ham o'tibdi. Shunda ham 2-3 ta savollarga javob bergan holatda efirimizni to'xtatamiz. Hop, opa javob bering. Yoshim 37 da. Vitamin D uchun ichishni maslahat berasiz. Oyijonisi, vitamin D ichishdan oldin siz albatta qondagi miqdorini tekshirib ko'ring. 2 xil metod bor. Bizda asosan IFA metod bilan tekshiriladi. IFA metodi uncha dostoverniy metod emas. Buning uchun vitamin D ni tekshirish uchun avvalambor siz vitamin D ni qabul qilmayotgan bo'lishingiz kerak. Nahorga topshirasiz. Iloji bo'lsa tishlarni yumay, suv ichmay, xuddi gormonlarga topshirgandek. Chunki vitamin D ni o'zi ham gormon. Bu haqida ham videoyim bor. YouTube kanaliga kirib, Xulqarxon Tursunova kanaliga kirsanglar, vitamin D ni noto'g'ri ichasiz degan video bor. Ana o'sha yerda to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin.
Bo'yin osteoxondrozi va protruziyani qanday davolash to'g'ri davo topadi? Avvalambor osteoxondrozga, protruziyaga nima sababchi bo'ladi? Biza umurtqa pog'onamizni noto'g'ri tutishimiz. Ayniqsa bu bo'yindagi sohadagi hozir 99% sababchi bo'layotgan narsa bu bizani telefonlarimiz. Hammamiz telefonda, hamma ishlarimizni, hamma narsa bizada telefon bilan bog'liq bo'lgani uchun asosan telefonda mundoq qilib o'tiramiz, kompyuterda o'tiramiz yoki kasb kasalligi deymiz, tikuvchilar, o'qituvchilar, shifokorlar bo'yinda osteoxondroz va protruziyani rivojlanishiga sababchi bo'ladi. Albatta mashqlar bizada korset hosil qiladi. Chunki bel sohamizga, ko'krak sohada bo'lsa bu holatlar biza korset taqa olamiz. Bo'yin sohamizga biza korset taqa olmaymiz. Bizni Alloh tomonidan bergan mushaklarimizni korset qilib olishimiz shart. Ya'ni o'sha bo'yin mashqlarini bajarsanglar, bo'yin korseti paydo bo'ladi. Hammaga diqqatingiz uchun rahmat. Kattakon bugun meni qo'llab-quvvatlaganlarga alohida rahmat. Albatta yomon kommentariyasiz bo'lmaydi. Ish bor joyda kamchiliklar bor. Kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Yana qaysi mavzularni olib chiqishimizni xohlasanglar, qaysi shifokorlarni kutib qolsanglar, yozsanglar, Doktor Uz kanali albatta buni inobatga olib, sizlar kutgan mehmonlarni taklif etishadi.